Assalomu alaykum, Xorazmaqli. Xudo xolasa bunda Bag'atda ikkinchi katalımızdan ustanobga etib, hammasini tekshirdik. Suv yarmadali BYD katalımız Titan sifatli bunkerli ko'rib turganlarni ochib, hammasini ko'rsangiz, yana bunkerlari, bunda tayoqlari bor, hamma narsasi. Shneklar ham zo'r, yana motorlari kuchli, ventilatorlari, hamma narsasi zo'r. O't yanadi o'yinlar ham yana katta. Yaxshi. Sirkulyatsiya nasosimiz. Bunda ne qo'yamiz bunga, xudo xolasa? Teplonastil beramiz. Stabilizatori, rashtini bor, gruppa bezapas, hamma narsasi bor. Bunda regulatsiya ketiladi, hamma graduslari, minutlari tuziladi. Hammasini ishlatib, ko'rsatib beramiz. Endi ichanda ko'rsatamiz montajlarimizni. Bunda girgan yerimizda уже koridorda sandal radiatorimiz, biometallический, su объемы az oladi. Effekti zo'r bu radiatorni. Biometal. Bunda polni balansировочный kranlarimiz, bu dentilnalari, nikellari. Bu yanda banida qo'yildi. Shtrabit etib o'tirdik bu yerni. Bu yanda bunlarni o'zida dushni. Keyin unda dalana ikki kere qo'yildi. Sandal radiatorimiz. Berge spalnidan ko'yildi. Hozir berge joylarni ham ko'rsatamiz. Dalanda yana kirgan yeri. Bunda kollektorimiz polni lochiy sistematik o'tirilgan. Hammasini yozib ko'pmiz yana. Yerdan qaysi radiator qo'yilgani. Eğer natsa bir yerdan yugurib ketib, ilib natsa ham bo'ladi. Polni kollektorlarimiz. Bu yerda yana 18 bu yerdan zaldan qo'yildi yana. Havas shtrabitativ polni tayinlangan italyanskiy turbo chexollada. İtalyanskiy turbolamizda. Bu yerlar ham sandal radiator. Ishini xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Murojaat etaverasizlar. Xorazm Santexnik 477